Vaqt qo'ldan azg'ona ko'taring. Ko'taring, ko'taring. Bo'ldi. Akalar opalar mana shu akamizni ko'ryapsizlar. Kurirlik qilaman, farzandini boqaman deb 4 ta farzandi bor. Kurirlik qilaman deb mashina urib qochib ketganda. Necha oygacha aka mumkin emas dedi yurish? 3 oyga doğru mümkün emas, 6 oyga doğru. Eski düzeni qilishim, pastelni rejim 3 oyda. Nechta joyingizdan singan aka, bilingiz? Belim 2 joydan singan. 2 joydan singan bel. Nechta farzandingiz bor akajon? 4 ta farzandim bor. Bizni ko'rib turganlar nima deydi? Iloji bo'lsa bir yordam qilib yuboringlar. Ketib bo'lmaydi. Ketib bo'lsaydi ketkichi. Qimlab bo'lmaydi, jirib bo'lmaydi. O'tirish mumkin emas, samolyot mumkin emas, mashina mumkin emas. Больницадан скорый olib keldilar. Migador mas'ul kamon. Больницада ham 5 kun yotqizdi. Keyin olib keldi. Necha yoshdasiz aka? 48 yoshdaman. Akalar opalar ko'rib turibsizlar, 48 yoshda 4 ta farzandlari borda Tojikistonda. O'zlarini mashina urib ketib, mana shunaqangi ahvolga tushib, 2 ta joyidan bellari sinib ketgan. Urib ketgan odam daji qochib ham ketganda. Iltimos qilaman, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'ryapsizlar qanday ahvolda qiynalyapti akamiz. Nahotki shu akamizni ko'rib ham videoni tuzib yuborsalaringda. Hozir Umidjon bilan biz keluvdik, ko'rib rahmim kelib ketdi-da yotishlarini, o'rinlaridan tura olmayapti. Bilet olib berib jo'natib yuborish qo'limizdan keladi. Umidjon ham o'zi bilet sotadi, lekin bitta bilet emas-da. Agar bilet bo'lganda Umidjon biletini ham olib berishga tayyor. Lekin akamizni samolyotga mindirmaydi. 3 oy mana shunaqangi faqat bir xil rejimda yotsin degan. Hojatxonaga mana shu bilan borib keladi. Akamiz ham 4 bolani boqaman deb mana kuryer ekan. Nima deydi, 4 bolani ham o'zi hozir qanday ketaman deb o'ylab bir yordam qilaman. 10 rublini, 100 rublini hech bo'lmasa videoga like bosib tarqatib qo'yinglar. Shu akamiz 4 bolasini rizqini nima qiladi? Uni bari boqish kerak-da baribir. Akalar opalar, musofir yurtida hech kim boshiga bunaqangi og'ir kunlarni solmasin. Ko'rib turibsizlar, musofirda daji uyiga keta olmaydi. Mumkin emas samolyotga minish, belini 2 joylaridan sinib ketgan. Akajon, sizda biron xil karta bormi? Karta bor. Qanaqa kartangiz bor? Sberbank, T-bank. Sberbank bilan T-bankga? Nomi familiyangiz nima bo'lib chiqadi? Suxrob Xushvaqtovich M. Suxrob Xushvaqtovich M bo'lib chiqadi. Akalar opalar, ekranda yozilgan telefon nomeri, o'zlari nomeri, qo'llaringizda Alloh yo'lida savob uchun kim qancha topsa. T-bank bilan Sberbank karta bor. Qaysi nomeringizga ulangan akajon? 8999 847 20 85. Akalar opalar, iltimos qilaman, kimni qo'lidan kelsa yordam beringlar. Imkoniyati yo'q aka opa singillarimiz shu videoni iloji boricha tarqatib, kommentariyada haqlariga duo qilib ketinglar. Mana shu akamiz yotgan joyda har bir kommentariyalaringni o'qib chiqadi-da. Hech bo'lmasa shu kommentariyada qo'llab-quvvatlab duo qilib tursalaring ancha xursand bo'lib qoladi. Musofirning duosi har doim ijobat bo'ladi-da. Iltimos qilaman. Kim qancha topsa qo'llaringdan kelgancha. Shu videoni iloji boricha tarqatinglar. Mana shu akamizga yordamlaring kerak. Mana shu videoni tarqatsalaringiz zo'ra bir boylar ko'rib qolib shu akamizga yordam bersa, sizlar ham shu savobga ega bo'lib qolasizlar-da. Qaranglar turishlarini. Kimdir ish olmasa kelib ko'rishi ham mumkin. Adresni ham aytib qo'ying. Adresni ham aytaman. Festivalning 73 korpus 2 134-kvartira. Telefon nomeri ham bo'ladi ish olmasa. Telefon nomeri ham bor. 8999 847 20 85.